Qaranglar, ko'pchilik uletkani balichasini katta qilishda qiynaladi. Hozir men sizlarga bitta narsani aytaman. Shunda uletkalaring yaxshi katta bo'ladi, ya'ni ideal holatda katta bo'ladi. Men shunaqangi одноразовыйda uletkam ochtirganman. Uletkalar bitta tuxum qo'yganda 100 ta, 200 ta tuxum qo'yadi yoki undan ko'p yoki undan kam bo'lishi mumkin. Endi hammaniki har xil. Xullas shunaqangi idishda uletkamni ochtiraman. Ochtirganimdan keyin hamma uletkalar ochib chiqadi demayman. Arada kamdan kam holatlarda uletkani tuxumdan ochib chiqmasligi mumkin. Albatta уже 15 kun bo'lib ketdi. Mana ochib chiqishmadi. Endi bularni ko'mib qo'yaman. Va bundan ochib chiqqan uletkachalarni o'zini tuxumini yeb bo'lgandan keyin uletka ochib chiqqandan keyin bunaqangi o'zini tuxumini yeydi. Bu unga foydali. Yeb bo'lgandan keyin xuddi shunaqangi одноразовыйda kattaligi ham, kichkinaligi ham xuddi shuncha bo'lgan одноразовыйda uletkalarimni boshqasiga olib qo'yaman. Bu uletkachalarim 10 kun bo'ldi. Hozir endi buni idishini almashtiraman, ovqatini almashtiraman va torfini almashtiraman. Yana bitta narsa, lekin aktiv mana qaranglar. Yurishibdi bitta kakashchalari. Endi toza idishga almashtirib qo'yaman. Qaranglar, endi sizlar buni qanaqangi boqasizlar? Xuddi shunaqangi одноразовыйda ochtirganlaringdan keyin xuddi shunaqangi одноразовыйga torf olasizlar-da. Torf olganlaringdan keyin uletkalarni o'tkazasizlar. O'tkazganlaringdan keyin nima qilasizlar? Ustiga bitta salat bargini, misol uchun menda shetda 20 tadan oshiq uletkacha, panterkachalar salat bargini qo'yasizlar ustiga va hozir men sizlarga prosta ko'rsatib beryapman. Kalsiyni har kuni ustiga sepasizlar. Sepganlaringdan keyin bo'ldi, uletkalar o'sha qumini ichidan chiqib, atrofidan chiqib yeyishni boshlaydi. Men ham oldin boshida xatolar qilganman. Men qilgan xatolarim любой munchagina kichkinagina idishchada uletka ochtirardim-da, keyin boshqa katta одноразовыйga olib qo'yardim uni. Одноразовыйga olib qo'yganimdan keyin uletkalarga torfsiz arada boqqanman. Yana bunaqangi torfsiz uletka umuman boqib bo'lmaydi. Uletkaga ziyon bu. Keyin ovqatini o'zini solganingizdan keyin qumi yo'q bo'lsa, ovqatini suvi chiqib, uletkachalar ovqatini suviga bukib o'lib qoladi. Men xatoyim shu bo'lgan, torfsiz boqqanim, kalsiysiz boqqanim va boshqa sirazi katta idishga olib boqqanim xatolarim bo'lgan. 3 ta xato bo'lgan. Shuning uchun shu xatoni sizlar ham qilmanglar. Boshqa idishga ko'chirdim. Iloji boricha uletkalarni cho'miltirmanglar. Qachonki 1-2 cm bo'ladi yoki 1-1,5 cm bo'lganda ham, ya'ni 1-2 oydan keyin cho'miltirsalaring bo'laveradi. Bular hozir 10 kunlik, hali yana 1 oy bor bular cho'milishiga. Ungacha cho'miltirmayman. Chunki katta bo'lsa keyin cho'miltirish kerak bularni. Bo'lmasam tez shobadalab kasal bo'ladi bular. Xuddi shu holatda boqsalaring, uletkalaring xudo xolasa yaxshi bo'lib katta bo'ladi.